Qiyomatda hisob-kitob qilinadigan narsa birinchisi qon. Odamlarni birortasini urib, biror joyini qonatdimi, odam o'ldirdimi, shundan alhamdulillah tekkiz o'tsa, namoz hisob-kitob qilinadi. Namozda chalasi bo'lsa, nafillari bormikin qaranglar deymiz. Nafilni ko'paytira olishimiz kerak. Odam bir sanab ko'rsincha sunnat. Shuni bilaylikki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam biron narsa qoldirmadi, illa bayon qildi. Xohlagan narsani aytib ko'ring-da. Xohlagan bir misolni qiling. Suv ichishimizda bo'lsin, gapirishimizda bo'lsin, o'tirishimizda bo'lsin va hokazo hojatxonaga kirishda bo'lsin, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qoldirmadi. Illa bayon qildi. Ya'ni odam shunchalik haris bo'lish kerakki, shu o'rinda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima qildi ekan? Suhbatlashayotganda qanday suhbatlashgan, yotganda qanday yotgan. Shuning uchun birodarlar ko'p eslataman. Ba'zi ilmlilardan ko'ra 3 kun da'vatga chiqib kelgan odamning iymoni kuchayib ketadi. Bilasizlarmi nima uchun? Sunnatlarning hammasini bajaradi. Yotadigan oldingi sunnat, turgandagi sunnat, tahajjud degan narsa hammasini bir chekkadan shu 3 kun ichida payg'ambarimiz hayotini ko'rsatib beradi. Lekin bu da'vatga to'xtalib qolish kerak emas. Hayotimizga shuni tatbiq qilishimiz kerak. Agar sunnatni odam mahkam ushlaydigan bo'lsa, ergashadigan bo'lsa, aniq bilsinki, bu odam bu dunyoda ham, bu dunyoda ham yutkazmaydi. Faqat muammosi moddaparast bo'lib ketgan ko'pchilik bizda. Ya'ni odamlarga sunnatni dunyoviy foydadan tushuntirish kerak bo'lyapmiz. Misvaga ishlatsanglar mana qilib bo'ladi ekan, falon joyingiz og'irmaydi ekan desa, misvaga ishlataman endi deydi. G'usl qiling juma kuni, meditsina aytayapti, qandaydir bir odamda yomonlik ter chiqadi ekan, shuni yuvib tashlash kerak ekan, endi g'usl qilaman juma kuni deyapti. Unda savob ozayaveradi.